Başta atmayla kaçıyla. Kaç! Bak başımı artma. Kolunu koyma. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Inspektor G'ofurov. G'ofurov. Avvalda haydovchi hujjatlaringizni tekshirish maqsadida to'xtatdim. Hujjatlaringizni taqdim eting. Gapıyor bana hujjatmi? Uyda qolib ketdiki. Ichib olganmisiz? Ichib transport vositasi haydash mumkin emasligini bilasizmi? Kim aytdi? Kim ichib oladi? Spirtli ichib Qo'yib yuboring, men o'zim tushaman. Tushing. Tuhmat qilyapsiz-ku. Gapıyor bana. Qanday tuhmat qilasizki? Gapıyor. Aka uyalmaysizmi? Hammani- Katta odam spirtli ichimlik iste'mol Qanaqa qilib, spirtli ichadi? Gam. Ayron ichdik o'rtoqlar bilan. Kuchli ayron ekan. Hujjatlaringizni bering. Gapıyor bana ukam. Mana mashinani yechib olaverasiz. Gapıyor. Besh ta besh ko'p. Hujjat so'rayapman sizdan. Xohlasiz Klasik uka. so'radim bizdan. Hujjat so'rayapman. O'z Sattor Qancha taniysizmi? ichdingiz? Qaysi sattor? Sattorda o tepada o'tiradi. O balandda o'tiradi. Taniyman qayerda o'tirsam. 4-etajda yashaydi, qo'shnim. Zo'r bola. Nima qilay qo'shningiz bo'lsa? Ko'ngil oma uziladi jichini mopal. Sarvar bermadingiz, bunday qilib turing. Men chiqib olay. Marka Sayilgoh ko'chasiga yordam jo'nating marka. Yordam kerak. Yo mendan yordam kerak bo'lsa ayting. Unaqa bosh tortmay. Keling, bitta o'tiraylik. O'tirmaysiz. Ichib Yoniga- olgansiz, qanday ichib ol? Yo, kelinglar. Spirtli ichimlik ichib olgansiz. Ko'pchilik ekansizlar. Bunday qilaylik, men arqamda yuringlarda. Bitta choyxona mendan. Yo'q, bosh tortmaylar, qochinglar. Qoch! Bak başımı artma. Kolunu koyva. Koyva ortada. Koyva kolunu. Koyva ne? Любой bile yaptı. Bak gel Любой. Saklı kaç gezer. Koyva. Koyva ortada. Koyva. Assalomu alaykum. Gel yamandı. Ya cama kılıçlı Kelince bile. tushinchi. Oldu bana. Gel. Bo'ldi endi, bo'ldi. Elbek. Rol o'ynamang endi, bo'ldi endi. O'ynamayman, tugadimi? Tugadi. Yapıyorum. Ya Sarvar Bey bana. Po'lat aka, bu roligimiz orqali fuqarolarga mast holatda transport vositasini boshqarish 3 yil muddatga haydovchilik huquqidan mahrum qilinib, bazaviy hisoblanish miqdorini 40 baravar miqdorda jarima solishga, shuningdek, kimnidir umriga zomin bo'lishiga olib kelishini kulgi ostidagi achchiq haqiqatni ko'rsatishga harakat qildik. Bu uchun sizga katta rahmat. Elbek rahmat. Albatta bunaqa haydovchilarimiz bo'lmasin, hech kimga mast holatda transport vositasini boshqarishni tavsiya qilmaymiz. Albatta do'stlar, rolda o'tirganda, mashinaga o'tirganda hech qachon ichmang. Sog' bo'linglar.